Hürmetlik vatandaş, sizlerge bugün 2022 yıl 9. ayının 18. günü endiki mavzumunda 9. ayının 15. 14. günleri Cumhurbaşkanı Reisi Xi Jinping Kazakistan, Taşkent degendek yaki Semerkant qatarlıq Orta Asiya devletlerinin şehirlerini ekskursiya kıldı. Ziyaret kıldı, ekskursiya emas, keçiranglar. Ziyaret kıldı, bir de Şanghay Hamkarlık Teşkilatı'nın yığına katnaştı Semerkant'ta. Hazır bu doğruda xilmi-xil haberler o'ttirg'i chiqyapti. Bunun qaysi şekilde, qaysi maqsadda yaki obzorchilar yaki merkezi hükümeti Cumhur'un Remberbog gazeti Cumhur'un bunun da birisi tuyan makamda, birisi yuqori makamda to'xtamay so'zlayapti. Mesela 16-sida, 15-sida kechasi 16-sida o'tadigan kecha tuyuqsiz Samarqandga yenib keldi dedi. Yani shuningga agashtiriblar bir xabarda hozir Tibetda 800 ming Tibetlikni Tibet yani Lhasa Sağfang'dan iken kiselle yatırığı elip gitti, gayip oldu. 800 ming, 1 milyon 200 ming kem degen gep vatandaş. Anda Tibet'te dağlık yezi kentlerde kelip kalgan ahali 2'den, 3'ten, 4'ten, 5'ten ahali kaldı. Başka ahalilerin hemmisi gayip oldu degen başında bir korkunçlu haberini bedi tünügen. Büyük İrat orbitinin yaki Yanıtanlıklar televizyası. Büyük İrat orbitaş haberini bedi. Hazır Tibet'te bunu başıldı mı desiniz. 7. ayının 30. gün okşaş bir günde Şinjan Uygur Abdunum Rayı'na da nazarband qilish yoki qamal qilish virus tufayli degan bahona bilan qamal qilish Tibetda qamal qilish hisobda bu ishki rayonda 40 kun bo'ldi. Obzorchilar shundoq dedi. Tunigillardan yani 16, 17, 16, 15. kunlardan hozirgi hozirda 800 ming odam tuyuqsiz yo'qoldi dedi. Uni Sanxuanga ketdi. Nima deydilar kasallar yotadigan karvat qo'yilgan yerga elib ketdi dedi. Shunga g'oyib bo'ldi degani bu qiziq ish bo'ldi. Nimaga xato anglab oldimmi lekin shundaroq anladim vatandoshlar vaziyat shundayli. Yani şu qatorda Reis Xi Jinping O'rta Osiyoni ziyorat qilayotganda Amerika Qo'shma Shtatlari Avom palata a'zosi Steve Chaput masalan Osiyo Ulug' okean ishlar komitetining bosh raisi. Andan keyin ikkinchisi raisi. Bular so'z qilib dediki Amerika O'rta Osiyoga kirish kerak. Amerika O'rta Osiyoga singib kirish kerak. Amerika O'rta Osiyo ishlariga aralashish kerak, qatnashish kerak. Bu katta xabar vatandoshim, intayin katta xabar. Dal Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping Samarqand ko'rishayotganda Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida bu 2 nafar Davlat Majlisining a'zosi Amerika O'rta Osiyo ishlariga aktiv aralashish kerak. Qaltis gap. Men qo'llayman, siz mi qo'llang vatandosh? Amerika O'rta Osiyoga kirdan boshqacha. Afg'onistonga 20 yil terrorizmga qarshi turish urushi bilan 20 yil bir Afg'onistonda turdi. Amerika oxirini tashlab terrorizm urushi oxirlashdi. Afg'onistonda turish oxirlashdi. O'tgan yil 8. ayning 15. kuni Amerika armiyasi Afg'onistonda chekindi. Endilikda Steve Chaput shundoq dediki Amerika O'rta Osiyo ishlariga aralashish kerak. Hozir sizlarga mushu maqolani yetkazamiz vatandosh. Mavzu mundaq. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi a'zosi Jungo, Rossiya va Ironni haqiqiy yomon g'arazlik o'q markazi deb ko'rsatdi va O'rta Osiyoga texnik ko'p singib kirishni ta'kidladi. Mavzuli xabar
9 ayning 15 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Xi Jinping bilan Prezident Vladimir Putin qatorliqlar Samarqand Shanxay hamkorlik tashkilotining yillik yig'iniga qatnashadigan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisining bir nafar a'zosi Jungo, Rossiya, Iran qatorliq davlatlarni haqiqiy yomon g'arazlik o'q markazi deb atab, O'rta Osiyoda Amerikaning zo'r ko'lamda elishishning zarurligini ta'kidladi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasida bir nafar yuqori darajalik amaldor guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. O'rta Osiyo rayoni Jungo va Rossiya o'zlari aytgandek, undaq sheriklardan emas, balki orqa tarafdan bir-birini ojizlashtiradigan davlatlardir. Rossiya bilan Jungo O'rta Osiyoda. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi Avam Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti Osiyo Tinch okean guruhi komitetining bosh raisi Cumhuriyetchilar partiyasining mansubi Steve Chapot 9 ayning 14 kuni Amerikaning O'rta Osiyo bilan uchrashishi to'g'risidagi guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Xi Jinping biroz yuqumliga portlagandan keyin tunji qatam O'rta Osiyoni ziyorat qilib, Shanxay hamkorlik tashkilotining yuqori darajaliklar yig'ini qatnashganligi O'rta Osiyo rayonining Jungo uchun muhimligini ko'rsatdi. U mundaq ko'rsatdi: Amerika bilan Jungo va Jungoning sheriklari Iran va Rossiya bilan cho'ng davlatlar raqobatini qanot yaydirishga ergishib, O'rta Osiyo bundan keyin intayin muhim rayonga aylanadi. Qaltisga vatandosh. Amerika Qo'shma Shtatlari O'rta Osiyoga kirdi, endi qo'l silib kirdi degan gap. Avam Palata a'zosi Steve Chapot Jungo va Rossiyani va yangilar Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lib qabul qilingan Iranni yangi haqiqiy yomon g'arazlik o'q markazi deb atadi. Hamda mundaq dedi, bundaq ahvolda Amerika uchun burun tashlab etilgan yoki sal qaralgan burayından yani O'rta Osiyoning zarurligi hamda intayin muhimdir. Amerika uchun zarur O'rta Osiyoga kirish, bu zaruriyat ham intayin muhimdir. Garchi Jungo, Rossiya, Iran bu rayonda ta'sirini kengaytirishga urinsa-mu, lekin bu rayondagi davlatlar o'zlarining erkin tanlashini ixtiyoriy yo'lga qo'yishni umid qiladi. Qudratli cho'ng davlat bilan hamkorlashishdan boshqa ularning yana bir tanlashi yo'q. Dal mushu sabablarga asoslanib biz, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bu rayonning O'rta Osiyoning ishlariga qatnashishimiz kerak. Bu rayonning, ya'ni O'rta Osiyoning ishlariga qatnashishimiz kerak deb ko'rsatdi Avam Palata a'zosi Osiyo Tinch okean guruhining raisi Steve Chapot. Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasi Osiyo Tinch okean komitetining raisi Demokratlar partiyasi mansubi Ami Bera guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi: Amerika bu rayonda O'rta Osiyoning ishlariga qatnashishi va aralashishi kerak. Avam Palata a'zosi Ami Bera mundaq ko'rsatdi: O'rta Osiyo iqtisodiy bexatarlik va siyosiy jihatda sheriklarini o'zlari ixtiyoriy tanlashi kerak. O'rta Osiyo. Buning uchun Amerika u yerda O'rta Osiyoda, ya'ni O'rta Osiyoda paydo bo'lishi lozim. Balki Amerika yana bir qatam aktiv bir kun tartibni o'rtaga qo'yishi lozim. Amerika Janubiy Osiyo va O'rta Osiyo ishlariga mas'ul yordamchi davlat ishlar kotibi Donald Lu
guvohlik berish yig'inida mundaq ko'rsatdi. O'rta Osiyoda 5 davlat Amerika bilan bo'lgan munosabatlarni kuchaytirishni umid qiladi. Balki Amerika bu rayonga qatnashish va singib kirishni texmo ko'paytirdi. Donald Trump mundaq ko'rsatdi. Biz Amerikada hozir bu rayon ishlariga qatnashishni ko'paytirdik. Biz o'zimizning ishonchli sheriklari ekanligimizni dalilladik. Biz yana Amerika, Jungo va Rossiyaning sirtidagi O'rta Osiyoning tanlash obyektiga aylandik. Sobiq prezident Donald Trump davrida Qirg'izistonda turishliq elchilikka tayinlangan bu amaldor mundaq ko'rsatdi. O'rta Osiyo rayonida Jungo bilan Rossiya o'zlari aytgandek undaq o'zaro amroq sheriklardan emas. Rossiya bilan Jungoning O'rta Osiyoda yoshirin ilişkilarni qiziqtiradigan bir hikoyaga aylandi. Ya'ni Jungo bilan Rossiya O'rta Osiyoda yoshirin elishyapti deydi. Lekin Amerika endi kirimiz O'rta Osiyoda qo'llaymiz Amerika Qo'shma Shtatlari.